Ular hech qayerda ishlamasligi mumkin. Shuning uchun hech qayerdan pul, oylik maosh olmaydi. Ba'zida pul zarur bo'lsa-da, jimgina ichiga yutib yuradi. Bolalaridan pul so'rolmaydi. Bolamning o'zini xarajatlari bordir deb. Ba'zida qayerlargadir borgisi kelishi, nimadir yegisi kelishi mumkin, ammo o'zi maosh olmagani uchun sukut qiladi. Ba'zida qo'ni-qo'shni ayollar kiygan qaysidir libosni kiygisi kelishi mumkin, ammo o'zi ishlamagani, maosh olmagani uchun orzularini jimgina ichiga yutadi. Ba'zida tanini bezovta qilayotgan dard og'riqlari uchun davolanishni istaydi, ammo o'zi ishlamagani, maosh olmagani uchun bu dardlarni ichiga yutadi. Aslida esa shu oilasi, farzandlari uchun o'zini oilaga bag'ishlab ishlamagandir, o'qimagandir. Shunda ham beminnat 1 so'm pul olmasdan oila uchun xizmat qilaveradi. Ular uchun quvonch bolalarining yutug'i bo'ladi, o'zining yutug'i emas. Bu buyuk xilqatga ona deyiladi. Shuning uchun so'ramasa-da sizni deb orzularidan voz kechib yashagan onangizga maoshingizdan topgan pulingizdan berib turing. Bu pullarni faqat o'zingiz uchun ishlating deb bering. Kim bilsin, balki shunda ham o'zi uchun ishlatmay yashirib, to'plab sizning yoki bolalaringizning kamini butlashni ixtiyor etar. Kim bilsin, onalar shunday yaralgan.